barchaga salom, assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlar bilan men o'sha sanaviy Rim nimaga bu vaziyatda boshlading video desalaring, chunki kanalga video chiqmagan qancha bo'ldi. Sizlar esa video xohlayapsizlar. 50 ta obunachi chunki bo'lmayapmiz. Shuning uchun ham men bugun video qo'yaman. Hozir uchib boshlaydi, chunki do'stlarga qadar uchib boshqachalar. Do'stlar ijozat bilan qo'yaylik. Bo'ldi. Do'stlar, xullas mana iltimos kanalga qandaydir mo'jiza orqali haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizlarda klub a'zosi bo'lish imkoniyati bor. Chunki bu dastlabki video 50 ta 60 bit 51 video. Sizlarda hozir deyarli mana do'stlar 51-darajaman. Androdakon o'ldirganman. Xullas do'stlar, sizlarda hozir imkoniyat ko'p. Menga bitta klub a'zosi deyarli bo'lishingiz iloji bor. Menga obuna bo'lgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Qandaydir mo'jiza orqali haligacha obuna bo'lmaganlar bo'lsa, iltimos obuna bo'lsin. Chunki sizlarning bunaqangi zo'r kontentlarni boshqa qayerda ko'rish mumkin? Artefaktda ham ko'ra olmaysiz. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu menga juda ham katta yordam bo'lardi. Chunki do'stlar, videoga qaytsak, tezroq kanalga obuna bo'l. Linklar 2 yildan beri mikrofon yeydigan odamga o'xshamayman. Do'stlar, videoni men uchib boshladim, sababi ham bor. Bugun biz uchish haqida korotchi tilim siyib chiqib ketdi. Do'stlar, bugun biz uchish haqida qanaqadir layfhaklar tekshirib ko'ramiz. Birinchi layfhakni tekshirib ko'rgandim, lekin nimagadir video olinmay qolibdi. Shuning uchun uzr so'rayman. Chunki ham ikkinchi layfhakdan boshlab ketaveramiz. Birinchi layfhak juda ham qiyin. Endi kanalda bo'lish kerak do'stlar. Korotchi layfhak o'xshadi. Plus ikkinchi layfhak. Buning uchun bizga nether kerak. Nether. Men oldindan netherga boshlab qo'ygandim, lekin netherda amalga oshirishlar ekan.
hamma layhatlarni boshidan ko'rib olganman. İnternetten elektr haqida layhatlar deb yozsam ta'sirlari chiqdi. Yo'q kam nimadir kam. Ayniqsa bu versiya uchun. Maze bolg'asi bor-ku. Shu versiyada ko'proq ekan. Yana enchanting table'da emas, anvilda qiladigan layhat. Bu ham bor ekan. Do'stlar, deyarli kirib qoldim. Tezroq. Lavali ko'l qani? Neyse, lavali ko'lda oldi paydo bo'laman deb o'ylayman. Lavali ko'lgacha nima qilib borish kerak? Nima? Lavali ko'l. Bu birinchi layhatimiz xullas. Mana bunaqada. Işte babetga quvamiz va o'xshadi do'stlar. Turibman. Hozir Facebookda bosib. Yo'q. Elektrlar birinchi uchishni o'rganganlarcha bitta sexlarga oltiraman va bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Bizda elektr bo'lish kerak va Facebooklar. Elektrani birinchi uchishni o'rganganlarcha mazza ekanda. Mana qilsa to'q. Lazza qilib o'ynab yuribdi. Ikkinchi layhaga o'xshadi. Kichkina lava ko'lchalarda bo'ladi. Hozir bu gaz o'ziga o'zi tilayapti. Cholaman. Gaz cholaman. O'ziga o'zi tilab olganini bilyapsanmi? O'ziga katta muammo tilab oldik hozir. Eng ahvolli ish. Ana do'stlar, paytda shu ikki marta sakrab boshlashingiz ham mumkin. Yugurib turib, ve endi boshlagan emas. Bilash uchun bu menimcha Krogan o'ziga kerak bo'ladi. Chunki umuman elektrda uchishni bilmaydi. Bura Krogan o'ziga kuratiga bitta elektron kuchiga qarab olsam bo'ladi. Elektron kuchiga qarab ko'ramiz va buni kam ishlatilmagan narsa bo'lsa kerak. Shunaqa to'ziya qarab olsam bo'ladi. Bu yerdan lekin uchib chiqib ketsak, nimada chiqib ketamiz? Tezroq qaraqadir yaxshiga. Hech bo'lmasam.
Şahmat Minecraft. Burada bana. Ne çıkarttı? Görsem koruyordur. Bazen çıkarttı. Aynı çıkarttı. Neyse bu öldürelim. Şeyimiz. Çevirip. Tamam diye. Ve ferrotlar taşıdım. Hadi ya. خلاص بنجي لايك